Assalomu alaykum aziz muxlis. Rossiya Kiyevda Qatar elchixonasini o'qqa tutdi. Bugun Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiyaning keng ko'lamli hujumi oqibatida Kiyev shahri va uning atrofida joylashgan 20 ta turar joy binosi, shuningdek, Qatarning Ukrainadagi elchixonasi zarar ko'rganini ma'lum qildi. Zelenskiyning ma'lum qilinishicha, faqatgina turar joy binolarining o'ziga 20 ta zarba berilgan. Shuningdek, Lvov viloyati va mamlakatning boshqa hududlarida ham zarbalardan keyingi tiklash ishlari davom etmoqda. Afsuski, hozirgi paytga kelib faqat poytaxtning o'zida 4 nafar halok bo'lganlar borligi ma'lum bo'ldi. Ular orasida tez yordam xodimi ham bor. Marhumlarning yaqinlari va oila a'zolariga chuqur hamdardlik bildiraman. O'nlab odamlar jarohat olgan. Kiyev rasmiylariga ko'ra, zarbalardan eng ko'p zarar ko'rgan hudud Kiyev bo'lgan. Oqibatda 4 kishi halok bo'lgan va kamida 25 kishi jarohatlangan, deydi Zelenskiy. Ukraina yetakchisi shuningdek dron zarbasi oqibatida Qatar elchixonasining bir binosi ham zarar ko'rganini qo'shimcha qilgan. Shu kecha Rossiya droni tomonidan oddiy fuqarolik obyektlari va energetika obyektlaridan tashqari Qatarning elchixonasi binosi ham shikastlandi. Bu Rossiya bilan vositachilik qilib harbiy asirlar va Rossiya qamoqlarida saqlanayotgan tinch aholining ozod etilishi uchun katta sa'y-harakat qilayotgan davlatdir, degan Zelenskiy. Bundan tashqari, Zelenskiy ushbu holat ortidan AQSh va boshqa ittifoqchilardan yordam so'ragan.